Farzandli bo'lganingizdan keyin bir bemalol ovqat ham qila olmas ekansiz. Bugun xo'jayinim kelishlariga somsa qilib qo'yay deb tayyor xamirni do'kondan olib chiqdimda, srazi somsaga unnavordim. Xo'jayinim tovuqli somsani yaxshi ko'radi. Morozinlikda qarasam, tovuq filesi turgan ekan. Srazi shu tovuq filesini chopperdan chiqardimda, kartoshka bilan piyoz solib, tovuqli somsa qilib yubordim. Farzandli bo'lganingizdan keyin hamma yo'qda joy-joyda ham qila olmas ekansiz. Shoshilib 4 burcha somsalar qilib tashladim. 3 burcha tugishga bo'lsa vaqt yo'q edi. O'rtoqlar, bilasizlar, men vashsha zo'r sredstva topib oldim. Antijiriga gap bo'lishi mumkin emas ekan, ishoninglar. Chirklar shunaqa bittada ketkazar ekan, ham hidi ham unaqa o't kirmas ekan. Men azilitda homiladorlik paytimda shunaqa qiynalardim, azilit ishlatardimda, hidi o'tkir edi. Lekin buni hidi deyarli yo'q ekan va shunaqa tez effekt berar ekan. Bilganimda ertaroq shu brendni ishlatgan bo'lardim. Nomi Tala Lux ekan. Antijirni gazga sepganimdan keyin srazi shu brendni gelida ichlarni yuvdim. Ichlarni yuvib bo'lgunimgacha chirklar umuman deyarli qolmagan. Gubkan o'zida shunday artsam chirklar yengil chiqib ketyapti. Choy qaynatadigan choynagimni atrofiga sepibman, lekin tagiga sepmagan ekanman. Bittada farqi bilindi boru. Atrofi shunaqa tez ketdi, lekin tagida o'sha dog'i qolib ketdi. Vola, ko'rishinglar mumkin, qaranglar qanaqa tiniq bo'ldi. Bu orada xo'jayinim ham kelib, Muhammad Yusuf o'ynatib turdi. Ungacha somsalar ham pishdi. Somsalarni bo'lsa egasiga topshirdim. Degustator. Qis. Bismillah. Qaynagu. Necha baho? 9 u 9.